Og'riq shu manda o'zim sezmagan holatda shu 2 oycha bo'ldi. Mana shu qorin sohada ozgina shish paydo bo'lganda bo'ldi. Og'riqsiz. Bir o'ziga tekstira deb tekstirsam, shu oshqozonda ozgina yallig'lanish bor, yoki jigaringizda ozgina shish bor. U tufan dimlanish hisobiga deb shuni deyishdi. Endi buni bir infeksionist bilan maslahat qilib shuni davolamasangiz bo'lmaydi, choralarni ko'rib. Deyishdi. O'zimizda Namanganda infeksionistlar bilan maslahatlashib, keyin bitta tavsiyalarni aytishdi. U yerda 10 kun lecheni oldim Namanganda. Ishlar ortiqcha qaytmadi. Ishtahasizlik bo'ldi, quvvatsizlik boshlandi. Borgan sarida keyin u bizdagi vrachlar o'sha Toshkentga yoki Turkiyaga borishni taklif qilishdi. Turkiyada ham mutaxassislar yaxshi ehtiyot borsani deyishdi. Mayli deb Turkiyaga borib 18 ga davolanib keldim. Kimyoterapiya derkan bir kurs olib keldim u yerda. Keyin ular o'zini tavsiyasini berib, retseptini berib, O'zbekistonda qolgan yana bir 3-4 kurs lechen olasiz, shu bilan yaxshi bo'lib ketadi dedi. Endi uyga kelib 10 kun turib, mana Toshkentda o'zimizda vrachlar bor ekan, biz bilmasdan uzoq joylarga nasibamiz bor ekan, borib keldik. Ular ham yomon emas, yaxshi. Boshlanishga boshlab berdi. Mana o'zimizning mutaxassislar ham zo'r ekan, ulardan qolishmas ekan. Kateter qo'yishmi, olishmi, digar sohalarga nima kerak bo'lsa, o'tfa deysizmi, oshqozon deysizmi, hamma soha bo'yicha mutaxassislarimiz zo'r ekan. Biz endi bunaqaga ishimiz tushmaganligi uchun o'sha uzoq joylarga ketib borib keldik. Mayli. Bu yerda yaxshi qarashyapti. Men 2-kurs oldim bu yerda. 2-kurs oldim. Yaxshi, kundan kun holatim yaxshi. Xudo xolisa, mana hozir mana shu yerda ishlarim qaytdi. Ancha yaxshiman, Xudo xolisa oldingidan. Turib yursam ancha quvvatim yo'qligiga nima bo'lardim-da. Quvvatga kirib kundan kun ishtahalarim ochildi. Uyda ham Turkiyada umuman ovqat yey olganim yo'q. Haligi ishtahasizlik sabab. Mana ishtahalarim ochildi. Xudoga shukr, yomon emas, kundan kunga yaxshi bo'lyapman. Mana 3-kursdan keyin Maqsud Bey aytdilar, hozir bu yer boshlig'i. Maqsud Bey aytdilar, 3-kursdan keyin Xudo xolisa bizni tajribamizga qaraganda mana kateteringizni olishimiz kerak, Xudo xolisa. U tufay yo'lda ozgina dimlanish bor ekan, shuning hisobiga jigar ozgina shishgan ekan. Shishlar qaytdi. 3-kursdan keyin o't yo'lingiz ochilishi kerak. Ochilsa kateter olib tashamiz aka, shu bilan Xudo xolisa oyoqqa turib yaxshi ketasiz. Deb shuni deyishdi. Endi o'shanga olib turibmiz endi tavsiyalar bo'yicha. Lecheni yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr, zo'r. Endi Turkiya bilan solishtirganda bir xil ekan, borish shart emas ekan. Men yomon bormayman demayman Turkiyani. Lekin shart emas ekanda. O'shalar bilan bizning mutaxassislar bir xil ekan. Kateter qo'yish, olish, diagnoz qo'yish. Bizda ham o'sha diagnozni qo'yishdi, ular Turkiyada ham o'sha o'zi MCKT shunaqa apparatlar derkan, men bilmasdim. Endi ishingga tushib o'rganib olarkansiz-da. O'sha apparatlar bir xil ekan. Ko'rib, diagnoz qo'yib, shart emas ekan demoqchiman-da. Tayyor o'zimizda mutaxassis bo'lgandan keyin qiynalish nima kerak bor? Uzoq joy, menga oson bo'lmadi lekin. To'g'risiga qo'rqdim ham uzoq joyda. Endi battar bo'lib qolsam-chi, yotib qolsam-chi, endi samolyotda borib kelish bor, 5 soat uchish kelish bor. Yurib turgan odam bilan haligi bir qo'lda ko'tarib kelish farqi bor-ku. O'sha tomonlardan ham qo'rqar ekansiz-da. Hali oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb men bilmaganim uchun bordim-da to'g'risi. Bu yerda agar shu mutaxassislar borligini bilganimda oldin shu yerdan boshlagan bo'lardim. Afsuslanaman demoqchi emasman, yaxshi, mayli nasibam bor ekan borib keldim. Lekin o'zimizdan boshlarish kerak ekan. Tayyor mutaxassis o'zbekchani biladi, boshqa gapingizga quloq solib turibdi. Medsirsalar yaxshi, mana sharoitli, Turkiya nima bo'lsa shu ekan bu yerda ham. Alohida palatalar, sharoitli zo'r. Meni tavsiyam shu yerdan boshlash kerak O'zbekistondan. Mana o'zimizda mutaxassislar mana ishtishim bo'yicha Maqsud Bey o'sha nimada, Germaniyada, yana 3-4 ta chet el davlatlarda, Isroilda, yana Hindistonda malaka oshirib kelgan ekanlar, ko'p bo'lib turar ekanlar. Malaka oshirib tayyor mutaxassislar bo'lgandan keyin shart emas demoqchiman-da. Ikkita mutaxassis bir xil turgandan keyin orzanini ko'rsatgan yaxshi-ku baribir. Endi bittasi orzani bilmasdan qimmatni bilsa hay deysiz, lekin ikkitasi bir xil mutaxassis bo'lgandan keyin o'zimiznikilar yaxshi-da. Men shuni tavsiya qilaman o'zim, kim bo'lsa ham mana
yangi kasalmi, eski kasalmi, mani boshimdan o'tkazganligim uchun. Meniki mana 2 oydan beri yotaman-da. Yotaman emas, turib qoldim, Xudoga shukr, o'zi pastga tushib, bemalol aylanib, tashqaridan chiqib yurib qoldim. Xudoga shukr, mana yomon bo'lmayapti-ku. 3-kursdagi mana kateter olsam bo'ldi. Xudo xolisa, kateter yurishga sal xalaqit men taqmaganim uchun endi og'irligi bor, ozgina noqulayligi bor taqmagan odamga. Shuni olsam yengil odam boshqa yuraverasizda, quvvati kiryapman. Oldin shu narsalar yo'q edi boshlanishda. Mana jigar qaytdi, bu jigar ishib turganda o'sha ishtahani bu nima ko'rar ekanda. Mana kiyimini bilan yuvib tashashar ekan, sekin-sekin yuvish deyishar ekan endi bular. O'sha meditsina tilida. Kiyimini bergandan keyin yana o'zini orqasidan yuvadigan suvlar bo'lar ekan, to'xtatmasdan. Yaxshi o'zim yaxshi his qilyapman, qisqasi. Yomon emas, zo'rman, xudo xolisa. Mana o'sha chet elda nima bo'lsa, o'sha mana knopkani bossam keladi. Nima xizmat deydi. Ana 3 mahal ovqat berib turibdi. Xohlasangiz bu yerdan, xohlasangiz ana oshxona. O'zbekcha taomlar. Ammo Turkiyada taomga sal qiynallar, qani ham aytib qo'yish kerak. Ehtimol gapiradigan gap emasdir, gap ovqatni deymas deyiladi-yu. Ovqat bilan tikka turar ekanda odam. Bizni yeb yurgan ovqatlamas ekanda endi. U tomoni ham bor. Ehtimol noto'g'ri gapirgandirman-u. Endi bu yerda mana xohlagan narsangizni yeb ichib, qarashlar ham yomon emas, zo'r. Vrachlari ham nima mutaxassis kerak bo'lsa bor ekan bu yerda. Qansinisini chaqirsangiz darrov kelar ekan. Oshqozoningiz olsa, oshqozon, boshqa bo'lsa boshqa. Xursandman xullas kelganimdan. Xudo xolisa ozgina qoldi, bir 15-20 kunda Xudo xolisa yana bir sizdan ko'rishamiz. Yurib turib Xudo xolisa intervyu beraman, yurib turib. Yugullab turib. Xudo xolisa.